O'zbekistonlik barcha furachilar va trassada yuradigan barcha haydovchilar mana videoni bitta ko'ringlar. Margatxonimizni o'tib ketaylik. Bu поворотligini chapga qayrilib oldi-da. Hozir biz buni orqasidan ketyapmiz. Razvorotlardan o'tib ketyapti. Chapga qayrilaman deb turib, to'g'riga ketsa kazzob bo'ladimi yo kazzob bo'lmaydimi? Videoni ko'rdingiz. Men bu yerda kimni kazzob ekanligini aytmoqchi emasman. Meni vazifam mana shu vaziyatga huquqiy baho berish. Demak, birinchi o'rinda mana bu orqadan yo'l so'rab ketayotgan yengil avtomobil egasi. Siz yo'l harakati qoidalarining 83-bandiga ko'ra bemalol o'ng tomondan harakatlanib o'zib ketishingiz mumkin. Bu uchun sizga ruxsat berilgan. Albatta mana shu vaziyatda yo'l harakati qoidalarining 12-bandini buzib, transport vositasini boshqarish vaqtida telefondan foydalanishingiz shart emas. Bu bo'yicha sizga 128.1 moddaning birinchi qismi bilan jarima qo'llanilishi mumkin. Endi oldindagi mana bu yuk avtomobili. Eng avvalo mana shu harakatlanib ketayotgan yuk avtomobili yo'l harakati qoidalarining 67-bandini buzib, qatnov qismining chetki chap tasmasini egallab ketmoqda. Yuk avtomobillari qatnov qismining chetki chap tasmasini faqatgina chapga burilish yoki qayrilib olishda egallashingiz mumkin. Bu vaziyatga sizga 128-moddaning birinchi qismi bo'yicha jarima qo'llanilishi mumkin. Undan tashqari yo'l harakati qoidalarining 45-bandini buzib, tashqi yoritish chiroqlaridan noto'g'ri foydalanib kelmoqdasiz. Bu bo'yicha ham alohida 128-moddaning birinchi qismi bo'yicha sizga jarima qo'llanilishi mumkin. Yana bir gap, aynan mana shu yuk avtomobilda transport vositasidan foydalanishni taqiqlovchi shartlar mavjud. Ya'ni 3-ilova 3-band. Bu bo'yicha ham alohida 127-moddaning birinchi qismi bilan jarima qo'llanilishi mumkin. Men vaziyatga huquqiy baho berdim. Xulosa sizdan. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Bu videoni barcha haydovchilarga yuborib, ogohlantirib qo'ying. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bizning akkauntimizga obuna bo'lib qo'ying.